Ko'pchilik artroz deb vahima qiladi. Bu o'zi nima? Qanaqa kasallik va qaysi kasalliklar bilan farqlash kerak bo'ladi? Shu haqida qisqacha ma'lumot berib o'tamiz. Artroz bu bo'g'imlarni, silliq, tog'ay yuzalarini yemirilishi hisobiga kelib chiqadigan jarayon. Buni darajalari bor. 1-darajadan 3-4-darajagacha yoki bo'lmasam boshqa klassifikatsiyada yengil, o'rta va og'ir darajalari bor. Yengil darajadagi yoki 1-darajadagi artrozda nima klinik holatlar bo'ladi? Bunda faqatgina diskomfortlar. Ko'proq yurganda, ko'proq nagruzka tushgan paytda tizzalarga yoki bo'lmasam chanoq son bo'g'imi yoki qo'ldagi bo'g'imlarga yengil diskomfort beradi. Agar 2-darajasiga o'tadigan bo'lsa, bunda og'riqlar salgina kuchayadi va harakatlar ko'payishi bilan og'riqlar ham kuchayishi kuzatiladi. Agar oxirgi darajalari 3-4-daraja bo'ladigan bo'lsa, 3-darajada harakatlar kam bo'lishiga qaramasdan og'riqlar kuchliroq bo'ladi, dori-darmonga muhtojlik sezadi. 4-darajalarga borib turib deformatsiya bergan hisobiga bo'g'imdagi harakatlarni chegaralanishi, kuchli og'riqlar bilan o'z belgilarini namoyon qiladi. Endi qaysi kasalliklar bilan farqlash kerak? Hozirgi kunda juda ham keng tarqalgan aseptik nekroz. Aseptik nekroz bu suyaklardagi bo'g'im yuzalariga yaqin bo'lgan suyaklarda yemirilishlari ko'p kuzatilyapti. Masalan, son suyagini boshlasidagi aseptik nekrozi koksartroz bilan adashtirib olinyapti. Masalan, koksartroz 2-daraja deb bersa, bemorlar vahima qilib turib, menda 2-darajali suyak yemirilishi bor ekan deydi. Yo'q, aslo unaqa emas. Hozir aytib o'tganimizdek, bo'g'im yuzasini yemirilishini 2-3-darajasi bo'lsa ham unchalik xavfli hisoblanmaydi. Suyak ichidan bo'g'imga yaqin bo'lgan joydan o'sha boshchadagi yemirilishlarni, ya'ni 1-2-darajasiga ham zudlik bilan chora ko'rish kerak bo'ladi va u holatda yoki konservativ yoki operativ maloinvazivniy operatsiyalardan foydalanish mumkin bo'ladi. O'sha uchun ham hozirgi kundagi artroz, boyagi koksartroz yoki gonortrozni darajasi bilan oddiy xalqimizda aseptik nekrozni darajasini bir-biridan farqlay olmagan holatda vahimaga tushib qolishadi. Bordingiz, MRTga tushdingiz yoki rentgenga tushdingiz, sizdagi holatni yozib beryapti. Zaключениyaga qarasangiz, yozib qo'yibdi koksartroz 2-daraja. Bu u darajada xavotirga o'rin tutadigan narsa emas. Ya'ni koksartroz haqida yanada chuqurroq kiradigan bo'lsak, o'zi bu nimadan kelib chiqadi? Sabablari nima degan savolga to'xtaladigan bo'lsak, yosh o'tishi bilan organizmda to'qimalar qarib borishligi, bo'g'im ichidagi to'qimalarni ham, boyagi tog'ay qismini ham qarishligiga olib keladi va u bo'g'im yuzalarini bir-biriga mutanosibliklarni buzilishi, silliqligini yo'qotilishini darajasiga qarab artroz darajasi belgilanadi. Ya'ni bu yerda suyakda yemirilish emas, faqat bo'g'im yuzalaridagi o'zgarish hisoblanadi. Yosh o'tishi asosiy bitta faktor bo'ladigan bo'lsa, keyin kuchli, masalan, juda ham og'ir yuk ko'tarib ishlaydigan odamlarda ham artroz erta boshlanadi yoki travma olgan, jarohatlangan, yiqildi, bir narsadan yiqilib tushib, o'sha bo'g'imiga tekkan jarohat hisobiga keyinchalik bo'g'im yuzalaridagi deformatsiyalar, artrozni kelib chiqishi mumkin bo'ladi. Ba'zi odamlarda genetik ham bo'ladi. Masalan, genida o'sha artrozga bo'lgan moyillik kuchli bo'ladi. Kimdadir ko'zidagi muammo bo'ladi, kimdadir boshqa buyrakdagi muammo. O'zi genetik moyilligi ham bu bir faktor hisoblanadi. Aseptik nekrozdan qanaqa farqlimiz desa, faqatgina rentgenga tushgan paytda aseptik nekrozda hech qanaqangi 1-darajasida, 2-darajasida o'tkazib yuborish mumkin. Ya'ni bilinmaydi, ko'rinmasdan o'tib ketadi. MRTga tushiladigan bo'lsa, aseptik nekrozi 1-darajasidayoq uni belgilarini yaqqol namoyon qiladi. Ko'rgan paytimizda darhol biz aytishimiz mumkin, suyakdagi yemirilish bilan kechayotgan holat ekan deb. O'sha uchun sizda mabodo shunaqa savol tug'iladigan bo'lsa, ortoped travmatologlarga murojaat qiling va sizga qaysi biri artrozmi yoki bo'lmasam aseptik nekrozmi sizdagi holatni belgilab, agar zarurat bo'ladigan bo'lsa, zudlik bilan dori-darmonni boshlash kerak bo'ladi. Endi artroz, xo'p, mayli, qariganda paydo bo'ladigan holat deb qaraydigan, fiziologik holat deb qaraydigan bo'lsak ham, buni erta yoshda oxirgi darajasiga borib qolishni oldini olishni o'ziga yarasha chora-tadbirlari bor. Bular nimalar? Ko'proq harakatda bo'lishlik. Ya'ni har kuni iloji bo'lsa yugurish yoki bir mashq qila olmasangiz ham yurish. Ishxonada bo'lsa ham zinalardan foydalanish, liftdan foydalanmasdan. Ko'proq harakatda bo'lishlik, bir joyda o'tirib qolmaslik, bu bo'g'imlardagi qarishlikni oldini oladigan asosiy choralardan bittasi. Ikkinchi, boyaga aytdik, yuklama tushib turadigan bo'lsa, bo'g'imlarda yemirilish tezroq boshlanadi. Og'ir ish qiladigan odamlar. Ikkinchisi ham kam harakat, ham semizlik. Bu bo'g'imlarga og'irlikni kuchaytirib beradi va artrozga kelib chiqishini
tezlashtirib beradi. O'shuning uchun semizlikdan qochishimiz kerak, iloji boricha ko'proq harakat qilishimiz kerak. Uchinchi faktor bu yeydigan oziq-ovqatlarimiz. Hozirda juda ham ko'p bo'lib ketdi. Mana bu energetik ichimliklar, keyin kola, fanta, shunga o'xshagan tarkibida juda ham ko'p shakar bo'lgan, ya'ni shirinliklardan ko'p yeyishlik va fast foodlar, ya'ni hozir tez tayyorlanadigan ovqatlar ko'payib ketgan. Gamburger, cheeseburger, lavash, bu narsalardan ham me'yorini bilishimiz kerak bo'ladi. Bu narsalardan doimiy shu narsalardan iste'mol qilishlik organizmdagi o'sha hujayralarni oziqlanishini yetishmasligi va erta qarishlik jarayonlariga va degenerativ o'zgarishlarni tezlashib ketishiga sabab bo'lishi mumkin. Ko'p suyuqlik iching, ko'p harakat qiling, tana vazningizni me'yorda ushlang va sog'lom bo'ling. Yana hozir aytib o'tganimizdek, yuqorida aytib o'tganimizdek, artroz bu yosh o'tishi bilan baribir hammamizda bo'ladigan holat. O'shani avj olib ketmasligi uchun yuqorida sanab o'tgan choralarimizga amal qilinglar. Agar kimdagi savol bo'ladigan bo'lsa, kommentlarda yozib qoldiringlar. Biz ko'rib chiqib, sizlarga qaysi mavzular kerakli bo'ladigan bo'lsa, ularni ham kommentda qoldiringlar. Harakat qilamiz, vaqtimiz bo'lishi bilan videolar tayyorlab sizlar bilan ulashishga, ya'ni meditsinani qisqacha bo'lsa ham shu ma'lumotlarni ulashib borishga harakat qilamiz.